Ikkinchi qismimiz boshlandi. Darvozaxonadan mana kirganimizda ikki tomonimizda uy, polni radiator bo'ldi va betskiy, yotoq, mehmonxona, nari chekka kotelniy и plus banyasi bor. O'sha yerda kap yo'limiz. Yo'ldan zakritый sistema qildik. Yo'ldan turbani olib o'tdik polni. Steshkani buzib chuqurroqqa chekkadagi oshxona, ichkarida xonalar bor. Bu yoqda ham ichkarida boyna ko'rsatganimdek yotoq tupli pol bilan bitta xonada. O'xshi 11 ta radiator qo'yildi, bitta xona tupli pol bo'ldi. Mana turba olib o'tgan joyimiz. Ular endi steshka bo'lib ketadi. Kotelniyimiz. Chista kotelniy bo'ldi. Bir chekkada xona bor ekan. Xo'p, o'timiz o'shda nomiga bir isitib ko'rdik. Yarim soat uzoq bilan. Mana kotelnik. Xo'p, bu razdivalka. Bu yog'i banya bo'ldi. Shu radiator mana bemalol eshigini ochib qo'ysa, razdivalkani ham isitaveradi. Issiq. O'rlarimiz biz o'rab qo'ydik. Teva tomoniga mana teshib o'rab qo'ydik. Teshiklar addelkada bekilib ketadi. Tevadagi yog'och hech nima yonmasligi uchun yoki mo'rini issiq ta'sir qilmasligi uchun.